Qadrli tomoshabinlar, davom etamiz. Qarang, qanaqa bir shukuhli davra, ijodkorlar davrasi, Mirzo Karim ijodiga bir chizgilar, bir nazar. Bugun qo'llab-quvvatlagani hatto qo'shnilari ham kelgan shoirimizni muhtarama jurnalist opamiz Maryamxon Ahmedova. Xush kelibsiz Maryam opa. Qo'shni sifatida qanday? Shoirni she'riyatiga rosa to'xtalyapmiz. Kuy qo'shiqlar bo'layapti. Marhamat shular haqida. Assalomu alaykum. Mana 5 yil bo'ldi biza Mirzo shoir bilan mana qo'shni bo'lganmiz. Yozuvchilar uyida, o'zi bizning uylarda hammasida yozuvchi, shoir, bir ijodkor ahli yashaydi. Mirzoni uylarimizda ham alohida o'rni bor. Chunki u qalbi uyg'oq shoir, fidoyi, har bir narsaga aytganingizdek ta'sirchan. U har bir masalan muammolarni ham hammadan oldin ko'ra oladi va o'shanga qarshi she'r bilan kurasha oladi. Masalan, jurnalist muhitni jarrohi bo'lsa, masalan, o'tib ketayotganda bir kamchiliklar yo bir muammolar bo'lsa yoritadigan bo'lsak, Mirzo har bir masalan adolatsizlikda, haqsizlikda, shafqatsizlikda ko'ra oladi. Uni qalbi uyg'oq, dili uyg'oq, kuyunchak bir ajoyib insonda. Mahallada ham qanaqa tadbir bo'lsa Mirzoga bir og'iz aytsak, men mahalla faoli sifatida Mirzoga iltimos qilsak borib xizmatimizni qiladi. Kattaga ham kichikka ham birdek muomalali, kamtar, kamsuqum, bir borini eng muhimi borini qo'shnilar bilan baham ko'radi. Men kecha ham Maryam opa, men Farg'onadan keldim. Ozgina nashvati olib keluvdim, sizga chiqazib yuboray desa, "Yo'q, Mirzo, men ertaga tadbirga boray, kelganda ikkitagini olaman" desam, bolasidan qo'ymay bir paket nashvatini chiqazib oldi. Nima qishloqdan nima olib kelsa men bilan bo'lishadi. Bir ajoyib. Men Mirzo Karim bilan qo'shni bo'lmagan ekanman-da. Bu Mirzoni lekin injiqligi ham bor uyda, masalan, talabchanligi ham bor. Mana akalari aytganday, bu kishini umri yo'ldoshi Hilola ham buni barcha o'sha injiqliklarini ko'tarib, masalan, o'sha she'r yozganida ham bunga alohida jimlik, bir muhit kerak. O'sha muhitni yaratib beradi va birinchi o'quvchisi bo'ladi. Tushunarli. Demak, hali Hilolaxon bilan o'zlarini munosabat haqida shoirga yana murojaat qilamiz. Bugungi tashrifingiz uchun, qiziqarli ma'lumotlar uchun rahmat. Mani Mirzoga kichkinagina o'sha qalamini charxlashga o'zi nima qurollar olib kelganman, shuni topshirmoqchiman. Shuni topshirmoqchisiz. Hali bor tovog'im, kel tovog'im, bormasang, kelmasang o'rtada sin tovog'im. Ikkita nashvati, mana ikkita qo'zicha, 400 ta qo'zi bo'lib ketdi deydi-yu qiyomat qarzida. Marhamat. Juda soz topshiramiz.